Voy, mana antennani chiqishini qaranglar, vashcha ishlamayapti-yu. Hozir sizlarga antennalarni beton qilib qo'yishni va internetinglarni tezroq ishlaydigan qilishni o'rgatib qo'yaman. Sizlar bo'lsa videoga like bosib, OpenShopga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu muammoni yechimi bitta dona o'rtoqlar, nastroyka bo'limiga kiramiz. Bu yoqdan telefoniga bosamiz, birinchisiga pastroqga tushiramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda podrobniy xarakteristikaga kiramiz. Enteyda mana внутренний pamit bor, shuni ustiga bosamiz. Bizda mana shu oyna ochiladi. Bu yoqdan o'zimizning sim kartamizni ochamiz, entega tushiramiz-da. Mana shu narsani bitta o'chirib, bitta yoqib oladigan bo'lsa, antennaga qaranglar. Biton bo'ladi. Bu videoni barcha yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Men sizlarga bu funksiyani yoqishni Redmi telefonida o'rgatdim. Agar shu video 10 ta like bo'ladigan bo'lsa, mana shu funksiyani qanaqa qilib Samsungda yoqishni o'rgatib qo'yaman. Shuni unutmanglar, smartfonlarning eng zo'r narxda faqatgina OpenShopdan xarid qilsanglar bo'ladi. Agar siz Toshkent shahrida yashasangiz, OpenShopga istalgan sotuv nuqtasiga borib, istalgan smartfoningizni ko'rib, narxini bilib, naqdga yoki bo'lib to'lashga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Sotuv nuqtalarimiz Instagram profilimizda aktual listda joylashgan. OpenShop.uz 10 yil kafolat bizda.